zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildim. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullan o'g'liga uynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullan o'g'lida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga uylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullan o'g'lida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxtda oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy o'g'lay. Bu ana G'aybulla To'yxonovda olti o'ynagan qizmi? Voy, bu ketib to'mish qilyapti-yu. Siz mana shu jiyanlar bilan turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlan yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullan o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullan oldi o'ynamaykan, ey. Michael Jackson oldi o'ynasang nima deyapting? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullan oldi o'ynagan qizning o'g'liman deydimi? paketga solib beraymi, faqat pulli? Qancha ekan? 300 so'm. Men to'layman paket pulini. Mana 300 so'm. Paketingizga 300 so'm to'lov qildim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yoza oling bundan. Necha? 97lik, 3 ta 0, 4 ta 0, bemalol. Buyur bo'lsa ekan. O'lsan, o'l. 300 so'mga aldanding, ha? 5000 bersa nima qilayding? Narxing 300 so'mmi sani? O'rab tashar aka. Qizimni sinab berganingiz uchun rahmat sizga. Bergan pulimga roziman. Bu go'zalligim umrimning oxirigacha meni boqsa kerak. Bu go'zallikni ehtiyot qiling. Siz esa qizlardan ehtiyot bo'ling, shef. O'rab tashar. Ismi chiroyli ekan lekin. Mana sizga qo'yni quyrug'idan bitta somsa berdim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozing. 3 ta 1, 4 ta 2, qalbim seniki. O'rab tashar ekan. Nahotki siz meni uddaladingiz. Nimani? Qalbimni egallab qo'ydingiz. Sizsiz dunyo qaramlayinmi? Menga qara. Sen bilan ishimiz tugagan. Endi bor, meni bezovta qilma. Bor yiqol. Telefoningizga 750 so'm paynet qildim. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 3 ta 4, 4 ta 9, xayolim o'g'illadi bitta ho'kiz. O'rab tashar ekan. O'sha kuni 300 so'm berganingizdan beri yuragim xasta. Siz qalbimni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor yiqol, sen bilan ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa Mofist mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu amino keratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shunday sepsanglar bir pasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshga bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. O'rab tashar ekan. Qalin pulingiz qancha ayting? Qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan. Manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, meniki bilaman. Daka. Manaqa. Aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz. Meni tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lganimdan sizni gaplashganman. Bu shunaqa, sevsa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda. Oyzi janonimning ko'ylagida. Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi?
Yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku, nimasini? Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. O'ynang, ha. Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu mana kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apand odam ekaningizdan xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga keting, to'y narsalarni siz aytib o'tirsangiz biza yozib olishga kelamdik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan. To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borkit, tur yo'qan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi. Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib katta ekan. Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib katta ekan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzog'mi seni? Mana ruli bor-ku, nima aytdi ruli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa siz rostdan ham katta qara nima? Oysijanon